Assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuhu. Mana bu shkafchamiz. 2 dona mana shundan qilish kerak ekan, nasib bo'lsa. Buni men tayyorladim. Qo'yib chiqdim razmerlarimni qanaqa kerakligi. Tepadan ko'rinishi mana qanaqa buterbrod bilan bo'lyapti. Ichlari mana bunaqa bo'lishi. Shu qog'ozlar turgan ekan. Tayyor qildim, mana ko'rinishi. Mana shunaqa ananga paydo bo'ldi bu kishi, mana ko'rinishi. Mana shunaqa bo'lgan shkafchamiz. Arqadan ko'rinishi. Mana arqadan ko'p anavlari, stechkalari, qisilak anavlari, yonlari, ichlari. Hech joyiga hech qanaqa burilgan narsalar qolmaydi. Mana burchaklari qanday qilib qilinganligi, kesilganligi, ulanganligi. Pastdagisi ham xuddi shunday. Mana kesib burchagiga to'g'rilab ulab qo'ydik. Bu tarafi ham mana tepasi ko'rinyaptimi, yaxshilabmi? Ko'rinsin. Kачествоmiz ancha yaxshi darajada. Bir ikkita rasmini ham tashlaymiz Instagramga. Burchaklarini, rasmlarini yaxshilab. Pastga mana ikkita eshikchasi bor. Ichkaridan qilingan. Menga bu tagidagi mana bu ko'rinib turgani menga uncha yoqmadi. Eshik pastga mana bu bilan birga tushib turganda chiroyliroq chiqaydimi degan fikr bildirdim. Endi bu biz oddiy ishchi, biz Rossiyaga ishlayotibmiz. Texnologlar biladi, dizaynerlar biladi. Mana uzoqroqdan ko'rinishi qanday ko'rinadi. Bundan ikkita bo'ladi-da. Televizorda o'ng tarafi, chap tarafiga ham shunday qo'yilsa kerak. Anig'ini yana bilmadim. Shunday deb o'yladim men. Mana arkasi qanday? Hamma joyi ulangan, chotki. Mana bu ikkinchisi. Hali yana bitta shkaf berilgan. Mana buni ham burchak qilib kesib tayyorlab berganlar menga. Buni ham hali terishim kerak ekanda, qo'yishim kerak ekan. Mana ikkinchisi, bu tepadan ko'rinishi mana bunaqa buterbrодlar ichi kesib qo'yilgani. Ular mana buni ham ko'rib turgan bo'lsangiz, mana tashqari ko'rinishi qanday, bu tarafinikini ham tashqari ko'rinishi qanday. Endi bu ichkarisi endi tepaga bo'ladi. Iloji bo'lsa mana buni polnisda shunday yopib yuborishdi. Iloji bor dedi, ilojini qilsa bo'laydi. Shunday xohlaganlar. Shunday bo'lgan. Mana bunisini ham ulangan joylari. Uloq bu hech bir butun narsa emas. Mana kesib ulangan narsa. Mana tagdan ko'rinishi. Mana shunaqa. Hammaga rahmat. Shu ishlarni qilyapmiz. Sog' bo'linglar.